Siz naves qildirmoqchimisiz? Bu video aynan siz uchun. Mana navbatdagi ishimiz. Konteynerda profildan, 4x4 profildan tayyorlangan naves. Fermalarimizni 6,5 metrga tayyorladik. Fermaning oraliq masofasini 1,5 metrdan qo'ydik. Oldiga bir qator ustun qo'ydik. Ustunning ustidan balkalik qo'ydik. Bu balkaliklarni ham konteyner tagidan chiqadigan 12 shivlardan foydalanib qildik. Balkalik bilan konteyner profili, profil qatiradigan profillar ham konteyner listidan tayyorlangan. Hammasi eng budjetli variant, ham mustahkam sifatli qilib ish yakuniga yetkazib mana topshirib berdik egalariga. Kimga shunaqa budjetli variant xizmatlar kerak bo'lsa, aloqaga chiqaverasizlar. 12 ta viloyat bo'ylab xizmat ko'rsatamiz do'stlar. Bizning barcha xizmatlarimiz hamyonbop narxlarda va sifatga kafolat beramiz. Bu videoni naves qildirmoqchi bo'lgan tanishlaringizga yuborib qo'ying.